Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qaynona, yaxshimisiz? Uydamisan ya? Bu yomg'irda nima bor ko'chada, qaynona? Yomon yog'yapti yomg'ir. Shunaqangi yomon yomg'ir yog'ayapti. Anaqa yo'li bor ekanda, burun qaynatam. Xo'p. O'roqni 3 marta yerga tiqib, shop bobolarim deganda yomg'ir to'xtar edi-da. Ha? Shuni qilargin, men uyda emas edim. Nima qilaray? Voy, hali tushunmabdi-yu bular, onqolmabdilar. Nima deysiz? O'roq borku, o'roq. To'g'ri tushuntiring-da, yo qaynatamga bering, tushunmayapman men, voy. Uyda o'roqlaring bor. Yerga tig'ib olib turib 3 marta shop bobolarim deb yo'lini qilib qo'yinglar, bu yomg'ir to'xtasin. Xo'p, mana o'roq, qo'limda. Mana, Nima qilay endi? O'roqni 3 marta yerga tiqib, shop bobolarim deganda yomg'ir to'xtar edi-da. Shuni o'zi qilsangiz bo'lmaydimi? Men uyda emas edim. Shuni sizlar qilib qo'yinglar. Shop bobolarim, shop bobolarim, shop bobolarim. Shop bobolarim. Qaynona. To'xtagana yo'q yomg'ir.